Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'quvchilar salomatmisizlar? Demak, sizlar bilan bugun Miftahul Arabiyya A1 birinchi bo'lim ikkinchi darsidan davom etamiz. Mihanun min hayatina, ya'ni hayotimizdagi kasblar. Muhtaviyatud dars, darsimiz o'z ichiga oladiki, al-qiroa, o'qish qismida mihanun min hayatina, ya'ni mavzuyimiz hayotimizdagi kasblar. Al-qawaid, qoida qismida esa asmaul ishora, haza, hazihi, zalika, tilka, ya'ni ismi ishoralar, ko'rsatish olmosh deyiladi bu sen, anavi, ana shu kabi. Va al muzakkar val muannas, muzakkar va muannas haqida. Va ismaul istifham, man, ismi istifhomlar, bu so'rash ma'nosida, so'roqlar. Nima degani, man degani kim degani. Va al kitaba, yozish qismida bo'lsa, kitabatu fiqratin an mihnatin shaxsin, ya'ni shaxsiy kasb haqida fikr yozishni. Va kalimatu yaxtalifu talaffuzuha an kitabatiha, ya'ni talaffuzi yozilishidan farq qiladigan so'zlar haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, al-qismul avval, birinchi qism, al-qiroatu mihanun min hayatina, hayotimizdagi kasblar. Avvalan al-mufradat. Yangi lug'atlar bilan tanishib chiqamiz. Al-mihanun, kasblar: tabibun, tabib; soydaliyun, aptekachi; sayqun, haydovchi; tobbaqun, oshpaz; xobbazun, novvoy; mudarrisun, o'qituvchi; shurtiyu mururin, politsiya xodimi; hallaqun, sartarosh. Amakinul mihan, kasblar makonlari: mustashfa, shifoxona; soydaliyatun, apteka; mat'amun, oshxona; funduqun, mehmonxona; jamiatun, universitet; madrasatun, maktab; maxbazun, novvoyxona; dukkanun, do'kon. Sifatun, sifatlar: mumtiun, yoqimli; murihun, qulay; mut'ibun, charchatadigan, charchoqli; qalilun, oz; kasirun, ko'p. Af'alun, fe'llar: yuhibbu, yaxshi ko'radi; yakrahu, yomon ko'radi; yazhabu, boradi; yarji'u, qaytadi; yabda'u, boshlaydi; yantahi, tugatadi. Mihnatun, kasb; mutaqaidun, nafaqaxo'r; munavabatun, navbatchilik; ujratun, oylik; utlatun, dam. Thaniyan al-aslatu tamhidiyya, ikkinchisi boshlang'ich savollar. Ma mihnatuka yoki mihnatuki, mehnating nima, ya'ni kasbing nima? Bu mehnatuka bilan kini farqini o'tgan darsimizda aytgandim, ya'ni ka bu muzakkar uchun, ki muannas uchun. Va keyingisi ma mihnatu validaka, validaki, ota-onangning kasbi nima? Bunga og'zaki tarzda javob beramiz. Ikkinchisi ayna ta'malu au ta'malina, qayerda ishlaysan, sen bir ayol yoki erkak. Xo'p, keyingisi thalisan, uchinchisi istami' vaqro, eshiting va o'qing. As-soydalaniyu, farmasevt. Umar soydalaniyun, Umar aptekachidir. Ya'malu fi soydaliyatin fi markazil madina, shahar markazidagi aptekada ishlaydi. Huwa yabi'u ad-dawa'a lil marda, u kasallar uchun dori sotadi. Ya'malu Umar fi soydaliyati min al-ashirati sabahan ila as-sabi'ati masa'an, Umar aptekada ertalab soat 10 dan kechki 7 ga qadar ishlaydi. Amalu Umar mumti'un va murihun, Umarning ishi yoqimli va qulaydir. Indahu utlatun usbu'iyyatun, unda haftalik ta'til bor. Al-utlatu yawmal jum'ati, juma kuni dam. Va indahu munavabatun wahidatun fi shahri, va unda bir oyda bir navbatchilik bor. Ikkinchisi al-xobbas, novvoy. Jaruna Abu Sa'id umruhu 50 sana, qo'shnimiz Abu Sayyid, uning yoshi 50 da. Huwa ya'malu xobbazan fi maxbazin fi haratina, u mahallamizda novvoy bo'lib ishlaydi. Amaluhu tawilun va mut'ibun jiddan, uning ishi ko'p va juda charchoqli. Ya'malu 10 sa'atin fil yawmi, u bir kunda 10 soat ishlaydi. Lakin Abu Sa'id yuhibbu hazihi al-mihna, lekin Abu Sa'id bu kasbni yaxshi ko'radi.
ujratuhu al-usbu'iyyatu 75 dinaron. Uni haftalik ish haqi oyligi 75 dinor. Keyingisi sa'iqul hafila, avtobus haydovchisi. Abu Amin rajulun fi thaminati wal khamsina min umrihi. Abu Sayyid kishidirki, qanday yoshi 53 dagi kishi. 58 as-samina. Ya'malu sa'iqa hafilati. U avtobus haydovchisi bo'lib ishlaydi. Yabda'u amaluhu as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Uning ishi ertalab soat as-sabi'a 7 da boshlanadi. Va yantahi as-sa'ata ar-rabi'ata va soat 4 da tugaydi. Ya'malu Abu Amin fi madinati al-Qahira. Abu Amin Qohira shahrida yashaydi. Hiya madinatun muzdahimatun bis-sayyarat. Ya'ni u shahar mashinalar bilan zich. Amalu Abu Amin mut'ibun va tawilun va ujratuhu qalilatun jiddan. Abu Aminning ishi ko'p, charchatadigan va oyligi juda oz. Sayataqa'udu Abu Amin ba'da sanatayni va sayarji'u ila al-qarya. U Abu Amin 2 yildan keyin nafaqaga chiqadi va qishloqqa qaytadi. Demak bizda 3 ta hivar. Bu hivarlarni bajarib, yaxshilab o'qib, pastdagi savollarga javob beramiz. Robi'an al-asila. Uktubul javaba munasiba fi jadvalil atiya. Quyidagi jadvalga munosib javoblarni yoz. Ism, mehna, makanul amal, adadu soatil amal va endi ismlar. Umar, Abu Said, Abu Amin. Kerakli so'ralgan narsani yozamiz bu jadvalga. Keyingisi do' isharatu sahih avil xata amama al-jumal atiya. Quyidagi jumla oldiga to'g'ri yoki noto'g'ri ishorasini qo'y. Yabda amalu Umar as-sa'ata al-ashrata. Ya'ni Umarning ishi soat 10 da boshlanadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri bo'lsa to'g'ri qo'yamiz, xato bo'lsa x qo'yamiz. Qolganlarni ham shunday qilib bajarib o'tamiz. Xo'p, oxir ekan bu. A'tul ajira ujratu qabla an yajiffa araquhu. Ya'ni ishchiga ish haqini teri chiqishidan oldin beringlar. Ya'ni bir kishini ishlatilyaptimi? Unga ish haqini ish qilish mobaynida teri chiqishidan oldin ish haqini bering deyilgan bir manfaatli jumla ekan. Buni nima deyilgan? Uktubil iboratal atiya bi xatti jamilin. Ya'ni chiroyli xat bilan ushbu iborani yoz. Yaxshi. Demak, vazifalar shu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.